Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hovlimdagi gulzorimga xush kelibsizlar. Mana bugungi kunimizda yozda chillasini ham o'tkazdik. 5-avgust oxirgi kuni hisoblanadi. Bugungi kunda gullarim holatini sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Kecha ertalab bularni sug'organman. Ertalab hammasiga, dekorativ gullarga ham, gullaydigan gullarimga ham hammasiga dorilab, ildizdan ham, barglardan ham berdim. Endi mana yozni chillasi issiq o'tib oldi. Qo'shimcha ozuqalarni ham bersak bo'ladi. Qiynalmasdan hazm qilishadi, xudo xohlasa. Ko'rinishi juda chiroyli. Menga yoqyapti shu kungi holatlari. Bir hafta oldin ham juda issiqdan qiynalishgan edi gullarim. Mana shtamp atir gullarni ham barglari juda chiroyli bo'lib qoldi, o'zlariga kelishib, ranglari ocharib, xunilashib ketgan edi. Juda chiroyli rangga kirishib qoldi. Mana buni tolgulni oqi ham rosa gullab, gullarini ancha to'kishdi. Mana bu ham to'kilyapti, oxirgi guli. Yana g'unchalab qolar deb umid qilyapman. Mana bu yerda ham arab atirguli parxama qilganimni ko'rsatgan edim. Parxamalari ham ancha katta bo'lishib ketdi. Keyin menda xo'sta gulim bor edi. Xo'sta gulim mana g'unchalabdi. G'unchasi mana qanaqa ochilishini kutyapman. Lekin mana ikkinchi g'unchasi. Lekin ichi chiroyli gullamaydi. Lekin qiziqyapman qanaqa ochilishiga, qanaqa rangda bo'lishiga. Keyin mana kitayskiy roza gulimni ham yerga ekkanimni ko'rsatgan edim. Bu ham rosa g'unchaladi mana. Gullarini to'kdi, yana yangi g'unchalari paydo bo'lyapti. Mana bu atir gullarim mana juda katta gullagan edi bahorda. Shu kunda endi kichkina bo'lyapti gullari. Lekin baribir chiroyli. Chorniy magi. Keyin mana buldanej gulim kasallik tekkanida oldingi videomda ko'rsatgan edim. Mana ancha baklari, novdalari katta bo'lishib, mana ikkinchi gullari ochilish uchun g'unchalari bo'lishni boshladi. Mana g'unchalashdi. Yana g'unchalari ham xudo xohlasa paydo bo'lyapti mana. G'unchalari. Bunaqa ko'p gullamaydi bu keyingisida. Siyrayroq gullaydi-yu, lekin gullari katta bo'lib gullaydi bu buldanejdi guli ikkinchisida. Sizlarga mana asosiy ko'rsatmoqchi bo'lganim oleandr tol guli edi. Mana tol gulim rosa gullashgan edi. Gullarini to'kib yangi gulga kirdi mana. Gullari rosa chiroyli bo'ldi bularni ham. Shu gulni ko'rsatmoqchi edim. Shu gulimni tagida kesib yoradigan oshiqcha novdalari bor edi. Shu gulning novdalarini kesib yorgim kelmasdan uvol qilgim kelmadi-da. Shuni ko'paytirishga qo'ydim. Parxama usulida. Novdasi teparoqda joylashgan ekan tagida. Masta endi yerdan tepada ancha 40 santimetrcha yerdan baland. Shuning uchun tagini ko'tardim, g'ishlar qo'yib, tuvaydi mana yarmini kesib shunga moslashtirib parxamani ekishga harakat qildim. Bu xilga qiziquvchilar bo'lsa, shuni ko'rsatib ketmoqchiman. Agar parxama qilmoqchi bo'lsangiz, kirib so'rashdi hamda. Mana gulning novdasini mana yog'ochlashgan joyidan ko'pchilik biladi gulchilar. Yog'ochlashgan, yog'ochlashmagan joyi bo'ladi gullarda. Shuni yog'ochlashgan bilan yog'ochlashmagan joyidan ko'k bilan jigar rangni o'rtasida shuni tanasidan ozgina tindag'ingizda tilib shu holatda o'tkirroq bir narsa mana shu tindag'ingiz bilan 2-3 santimetr joyda tilib qo'ysangiz, ko'k tepasidagi bir qavat terisidan deymizmi, novdani shilasizda shu mana bu tuproqqa kiradigan joydan shilib turib, kirgizib, bostirib
moslashtirib. Ustiga og'irroq g'ishtmi biror narsa qo'yib tursangiz, keyin bu qatib oladi bu yerda. Novda egilish kerak-ku mana. Mana mayda 3 tami 4 ta novdasini men shu parxama usulda mana joylashtirib, mana bu yerdan chiqarib qo'ydim mana. Yana gulimiz ko'payadi 4 ta 5 taga. Shu gulni kesib olgim kelmadi. Mana ularda ham qilsa bo'ladi mana. Bularni keyingi yilga qilaman. Mana shuni yerga shunday moslashtirib qilsa bo'ladi. Shu holatida mana. Bilganlar buni biladi. Bilmaganlarga lekin qiziq ekan. Mana o'sini ham kesmasdan qilsa bo'ladi. Yana buni ham tagini ozgina ko'tarish kerak. Tagiga qo'yib turib tuvayda turpoq solib ko'paytirsa bo'ladi. Men buni ichidagi turpog'ini oddiy yerimizni shu огород tuprog'idan oldimda shunga ekib qo'ygandim. Shunaqa огород turpog'ida turibdi-da bu gulim. Shuning uchun oddiy yerdan oldimda shunga tuvakka moslab solib, tuvayda tagini teshib, shunga moslashtirib ekib qo'ydim. Endi xudo xolasa 2 oylardan keyin uni sekin ochib ko'raman. Agarda tomirlari yaxshi chiqarganiga nima qilsam, bilsam, yaxshi chiqarganiga o'zim ishonsam, keyin men ona tanasidan kesaman. Shu yerdan kesib qo'yaman-da 2 haftacha turadi. 2 haftadan keyin holatini o'zgartirmasa novdalar, keyin turpoqdan, tuvaydan olib boshqa tuvakka chiqarib olaman. Buni demak 1-avgust atrofida qildim. Mana 5 kun, 1 hafta bo'lgan yo'q hali. 1-avgust kuni qilganman shu holatga. Ko'rsataman degan edim qilayotgan vaqtimda. Nimadir bo'ldi. Sizlarga video qila olmadim. Meni tayyor bo'lganida ochayotganimda ko'rsataman. Xudo xohlasa. Shunaqa qilib oleandr gulini yana ko'paytirib olaman. Keyin mana bu yerda ham ekkanimni ko'rsatgan edim. Bu yerda ham mana tolgul bor. Buni ham tagida novdasida bor ekan. Burasi ham mos ekan. Shu yerda o'zigela qildim mana. Mayda tanasi turibdi. Mana ko'ryapsan bo'lsangiz, bu yerdan shox novda chiqib turibdi. Shuni yerga moslashtirib ekib qo'ydim. Ko'tarilib ketmasin deb og'irroq g'isht qo'yib turdim. 3 kun turdi. Keyin buni novda bukilib o'ziga kelib olgandan keyin olib bordim. Shunaqa xudo xolasa sizlarga shular yana ko'payganda, ochganimda, yangi ko'chirganimda sizlarga ko'rsataman. Keyin bu yerda yana bitta tolgulim bor edi. Shuni hozir sizlarga ko'rsataman. Bu tolgulni kesib turib novdasini suvga solib ko'paytirgan edim. Ko'pi chirib ketdi mana. Suvda bo'lishi qiyin ekan issiqda kunda. Mana ularni holatni tashlab yuborsam ham bo'laveradi. Mana bunisi ham chiqadigan bo'lib turuvdi. Lekin mana sinib ham ketibdi ichida qolib. Mana shularning ichidan bittasini tomiri yaxshi chiqqan ekan, ekib qo'ydim, holati yaxshi. 3 kunmi 4 kun bo'ldi bu ham. Mana yarim teplичкаga qilib qo'ydim mana. Buni bekitmadim. Yarim teplичка holatida qo'yib turibman. Shu teplичка qilmasdan o'zini ekib qo'yganim o'zidan o'zi bilmayman qurib ketdi. Shu tuvakka ekilgan edi. Endi buni yarim teplичка qilib qo'ydim. Shuna qilib holati yaxshi turibdi. Xudo xohlasa bu ham bittaga ko'payadi. Xo'p, rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha